Assalomu alaykum. Ey mehribon Rabbimning mu'min va mu'mina bandalari. Mana yana bir chiroyli, barokatli tonglarimizdan o'tdi. Allohimizga hamdlar, sanolar aytan. O'tqizib turgizganingizga, tonglarni o'tkazganingizga Allohim joy namoz ustiga o'tirgizib, namozlarimni o'qitib, baraka xayringizdan qoldirmaganingizga beadad shukrlar aytaman Rabbim. Ertalabki rizqimizni ulug', barokatli qilib berganingizga alhamdulillah beadad shukrlar bo'lsin. Mana chiroyli tonglar. Onam bilan choy ichib o'tiribmiz. Allohimga shukr, Rabbimga shukr. Ey mu'min va mu'mina bandalar, sizlar ham tongda Allohim deb turinglar. Allohim deb ish boshlanglar. Bismillahirrohmanirrohim deb har bir ishlarga Allohni yodga zikr qilinglar. Alloh o'zi qo'llaydi. O'zi ishlaringni barokatli qilishadilar. Alloh ko'rib turguvchi, eshitib, bilib turguvchi. Mehribon Parvardigorim, meni desang, seni deyman deydi. Shuning uchun doimo Allohimni esdan chiqarmaylik. Yaratguvchi bizni yaratganlar. Bizga hamma narsani berguvchi Alloh. Haddimizdan oshib ketmaylik. Allohimning yo'lida Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning amallarida yuraylik. Farzandlarimizga, oilamizga qattiq e'tiborli bo'laylik. Mana hozir telefonda hayosiz, ibosiz chet elning suratlarini ko'rib, o'zimizni o'zbek ayollari, o'zbek yigitlari, yoshlari, kattalari ham o'shalarni qilganini qilishyaptilar. Bundan Allohimning qahri g'azabi keladi. Biz o'zbeklarga bunday ishlar yarashmaydi. O'zimizni o'zbegona sochlarimizni o'rib, o'zbegona ishlarimizni qilaylik. Qizlarimizga chiroyli ko'ylak lozimlar, sochlarini o'rib, do'ppilarni kiygizib, shimlar